Numara qaranglar obunachilar. 510 bakı qaranglar 30. Samarkand region. Men Samarkandda emasman. Qaralpaqdaman qaranglar. O'zimiz 95 800 Qaralpaqdaman. Samarkandchilar beragyapti. Samarkandda men obunachilar bo'lsa birdan like bosasizlar, xudo xolasa Samarkandchi sizlarga ustalar beradi. Ne ish etib yurganini hozir video davomida ko'rsangiz men tushuntirib o'tib ketaman. Xudo xolasa, enamu ustalar qaranglar. Shu siniq narsani bir chiroyli qiladilar, xudo xolasa qaranglar. Shuni ishlaganini sira ko'rmayapman. Mana shu ish yillar yaqinda xudo xolasa ko'rasizlar. Mayda va shu pollara shura bosadilar qaranglar. Shura chiroyli qilib, shura bosadilar. Baskandan keyin gesam ishonavanglar bu yer xonadona ishuraga hamda shu daraja zo'r chiqadi endi, dahshat chiqadi. Men sizlarga Samarkandchilar oldin video qilib reklama qildim. Shu uyi ishlatgan odam, shu uyi ishlatib turgan odam mana Samarkandchilar. Men video qo'ydim Urganchda, borib turib men reklamani ko'rgandan shu ustalar aytgan ishlatib turibdi. Nima uchun? Nima sabab? Bilasizlarmi? Nima sabab? Bilmayman. Demak, bularning ishi sifatli va zo'r bo'lgani uchun shu uyni ikkabina pulni oraqlar bilan ko'rsataman hozir. Darvoza qurilmalar beri xudo xolasa ikkab qurib beradi, lekin kech qoldik selgina. Shu travertinni qaranglar. Hamma mahsulotini akkalib o'zidan o'zlari ishlab beribdi. Faqat sizlar pulni to'laysizlar, yangi usta. Xudo xolasa oldin ham reklama qildim Urganchda, lekin qaranglar. 50 qaladamiz hozir biza Qoraqalpog'iston Respublikasi 50 qala tumandamiz, Aqchako'ldamiz. Aqchako'lga keldik biza xudo xolasa. Bedami bu Samarkandchi ustalar yurtdi ishida. Cho'nkur. Bular xudo xolasa shu uylari birinchidan ishga ketib o'tir ekanlar. Meni videomni ko'rib, rahmat, xudo xolasa, o'sha like'larni bosib, uylarni ishlatib o'tirgan nelar. Bu insonlar ham puli bor insonlar, zakon to'g'ri, bu yerda ustam yo'q emas, ustalar sizlarga gap tapchaqimiz yo'q. Hammangizning ishingiz sifati, lekin endi bular Samarqanddan kelgan mehmonda bilmasam endi shu daraja bilan qo'li gul chiqardan bular shunday Xorazm, 50 qala, 4 yo'l, bir uyda ishlab turibsizlar, ha? Xudo xolasa shundayda ish sifatli bo'lsa, ish zo'r bo'lsa, zo'r ko'rsatsalar, xudo xolasa shunday ko'paveradi bular ishlar. Keling, ishlaringiz haqida bizlarga bir zo'r ma'lumot bering. Xudo xolasa keyin kim ishlataman, travertin, shunday nelari deydi, yurtdoshlarimiz 4 yo'l, Xorazm, Qoralpaq, xudo xolasa bizani bemalol aytsangiz bo'ladi. Ustalar, ekiplaringiz bor, ha, yetarli. Bor. O'zlaringiz yataqi, boshqa narsasi ham bor, problem yo'q. Yo'q, uyimda yotib ishlaversa uyimda desangiz, bunning ham imkoniyati bor. Xudo xolasa sizlarga obedini bersa, ya bu qalb ishidan bo'lsa, ertalabki choy, obed, ujin. Kechki ovqatdan beradi. Xudo xolasa shuni bersangiz bo'ldi. Qolgan mahsulot hamma narsani akkalasiz. Uyni ko'rsatadilar. Xudo xolasa necha so'mdan boshimiz kvadratini? 100 ming so'mdan boshlanadi. 100 ming so'mdan boshlanadi, ishini ko'ringlar sifatini. Hozir bu xonadonning egasi ham aytib turibdi. Men dedi, sizning videodan ko'rdimdan, barib ishlarni, sifatini, ishlash narsasini ko'rdimdan akkaldim dedi. Doğru bir dem ishlab turibdilar. Ustalar sizlarga oldingi videomda yozib tashlabsizlar. Noto'g'ri tushunmanglar. Noto'g'ri tushunmanglar. Samarqanddan mehmonlar xudo xolasa. Ustalar haqiqatdan, bilasizlar, o'zi qadimdan kelsangizlar, Samarqand, Buxoro, Xiva ustalari deb aytilgan. O'zi nomeradim bo'lganda, dunyoga tanilgan shuning bo'lgan. Birisi O'yman, genç o'ygan, birisi Dival nima qilgan, birisi genchni qilgan. Xudo xolasa har turli. İşlerimiz hozircha endi borcha bularning ishi yuqorisi pasini marmar qo'yiladi ustaga, to'g'rimi? Pasini marmar qo'yiladi. Bunaga garantiya berib tursiz, necha yil vaqt garantiya berib tursiz? Buni ishlab berib ketdingiz. 10 yilga garantiya beramiz. 1 yil emas, 2 yil emas, 10 yil ekan. Ko'rdingizku? 10 yil. Buni sifatini yaxshi videoda bilmasliklaringiz mumkin, boshqa qilmasliklaringiz mumkin. Kelib turib ko'rsalar bo'ladi. Shu territoriyadan, Qoralpaqdan kelib ko'rsangiz ham bo'ladi. Qaranglar, bu yerdan borib Urganchda men reklama qilganim, borib bularning ishini sifatini ko'rib, shu olib kelib o'tiribdilar. Shu xonadonga egasi o'zi borgan ekan, hozir gaplashdik. O'zim borib sen videodan ko'rib olib keldim. Demak, ishlatsa bo'ladigan narsa, obunachilar. Xudo xolasa kimda kim ishlataman desa, marhamat. Yana uying bu yoqdan ham ishlatilgan. Xudo xolasa bir ishchana zo'r bo'ladi, bir dahshat bo'ladi. Bitgandan keyindan bo'lsa, ha? Chiroyli bo'lib berlar, marmar yeyiladi, bellari ishlantiladi, taylari, lekin bularning ishi usti. Xudo xolasa tey desangizda taynam ishlab berasizlar, to'g'rimi? Pastdan ham chiroyli qilib. Yo'q. Faqat fasad bizga. Hozir fasadini misol kimlardir pasini kafel bosib qo'yib, kafelacha tushirib chiroyli qilib berib ketasizlar, to'g'rimi? Hozir sizlarga 60 metrga berilgani shu yerdan shu rasa tepasi. Xudo xolasa telefon nomeri qo'yaman. O'zlaringizning brigadirlaringiz bor. Bor. Hozir misol sizga ishlab turibmiz bu yerda, bora olamiz degan narsa yo'q. Yo'q. Hozir bu yerda ishlab turgan bo'lsangiz, yana bir brigadingiz borib ish beradi. 6 ta 7 ta guruh bor-da. 6 ta guruh nimamiz bor, ha, o'zlaringizda. Hamma narsa shundaysi bor. Mahsulot
O'zimiz akkalamiz o'zimiz bilan deb turibdilar. Nima uchun? Birdan bor yo'q emas, lekin bizga ishlaydigan firma dedi, yaxshi sifatli shuncha o'zimiz ishlatamiz deb turibdi. Shundan keyin garantiya beramiz dedi. Misol bular arzonlardan akab beradigan bo'lsa, ishlab berasizmi shu arzondan? Yo'q. Oldingi men so'raganda yo'q, biz ishlab. bermaydi. Ona javob bera olmaymiz dedi, ustomiz aytmadi. Birdan travertin yo'q emas, bor, chiqarib turganlar bor, ishlab turganlar bor. Shundan akab berayman, ishlataman uyma desa, ona garantiya bera olamiz deb turibdi bu ustalar. Chunki o'zlarining ishlashidan travertinchi firma bor ekan. Bular aytadi, furo bilan aldiramiz dedi. Bizlar arzon narxda tushadi. Siz uyingizni ishlatchak bo'lsangiz, sizning ham uyingizni kvadrati arzondan tushadi. Ana shu sababli ekan. Lekin buna 10 yil garantiya berib, oz narsa emas, 10 yil. Travertin ko'ruvchilar hamma yerda bor, ustalarimiz bor, to'g'ri aytasizlar. Hamma qimmat emas, arzonni zo'rini ishlatchak bo'ladi. Sifatlisini, to'g'ri emasmi? Lekin travertinni ishlatgandan keyin o'zining arzonga yarasha sifat ham sal shunga yarasha bo'ladi. Ishlatib turib, sorayib qolganlar bor, ko'rib o'tiribmiz. Oq rang urdirib, maloshnik qilganlar bor. O'zim ham taniyman, bilaman. Oldingi video kanaldan usta solishtirib berdi. Ina shu 1 yil bo'lgan, ina palon yil bo'lgan, ina palon yil bo'lgan. Ana sababli usta akalar, xudo xolasa ishlataman desangiz ham nomer qoldiraman, alt tarafini ham quyosh bor edi ko'rsatak, keyin usta aka alt uyning alt tarafini. Quyosh turibdi-mi dedi, ne ber tutdina, qaranglar. Ina, eberaqdan ko'rsatamiz. Buning pastariga aytganimizning ne bo'ladi? Xudo xolasa ina effekti, ko'z qamashtiradi. Ishlash jarayonlari men o'zim ponni tushunmayman. Qanday ishlanadi, ishlanani ko'rganman, lekin o'zlaringiz uyingizda va yashidan uyingiz shu. Bilaman, hammam sifatlisini, zo'rini ishlatasi keladi uyina. Ishlataman desangiz, keling ustunda ko'ring yoki ustalar bilan maslahatlashing. Qanday narsalar ishlatiladi? Qanday narsa urib berasan shunga. Xudo xolasa 100 ming so'mdan kvadrati boshlab ketaveradi. O'zi sifatini qarab, narxi shunga qarab ko'tarilib boraveradi. Mana shu ko'rib turganingiz 110 ming so'mdan bitta. Buni 110 ming urib berdingiz-a? Hamma narsasini, ha? Hamma narsasi o'zimizdan. Bo'lgani usta sizlardan bo'ladigan uyingizga olib borsangiz, ya'ni choyini berasizlar, ovqatini berasizlar, xudo xolasa ishingiz bitdi. Borib do'kona vajalaman yoki mahsulot olib kelaman, falon qilaman degan narsa yo'q. 110 ming so'mdan hamma vajingiz bilan urdingizlar shuni. Shunday. To'g'rimi? Ishlataman degan yurtdoshlar bemalol men reklamam ham ko'rib, rahmat, qo'llab-quvvatlab, mana shu yerga bir video chiqarsam e'tiborli bo'lib, men shu birotam rahmat aytib ketaman videoda uy egasini. Urgancha borib, shu yerdan necha kilometr ber? Urganchimiz ham почти 80 kilometr bordir bu yerdan. 80 chiqadi. 80 kilometr bordir. Shu yerdan ketib, Aqchako'ldan borib, shu ustalari olib kelibdi, videomdan ko'rib. Rahmat. Demak, bor bir narsa, bergu ham ishingiz sozang. Bundan keyin ham tayyor turibdi. Hali beri urmoqlar, endi bu uydan hozir ko'chatar ekanlar shu yerga. Bu уже bitgan yo'q arz. Pasini ishlaydilar endi ustalar. Xudo xolasa, qildiringlar. Bundan keyin yana olib qo'yibman dedingiz-a? Bor. Bundan keyin yana olib qo'yib ekanlar. Xudo xolasa telefonlashing, kimda kim ishlataman desa, ustalar haqiqatdan Samarqanddan kelgan mehmon hammasi, mehmon otangdek ulug' deydi-ku. Xudo xolasa ishlataman desangiz mana issi jonlilar ekan. Xudo xolasa, keling sifatini ko'ring, boshqasini ko'ringlardan, ganglardan telefonda maslahatlashinglardan ishlataman deylar. Murojaat qilinglar, mehmonlar xudo xolasa chiroyli qilib ishlab beramiz deb turibdilar. Travetlaringiz bor. Xudo xolasa, to'g'rimi? O'zingizda bor, hozir yetarli. Yaqin olib kelamiz, boshqa qilamiz, ne yo'q. Bor shunda bor. Misol hozir shu uyni necha kunda bitirdingizdan shu uy? 8 kunda bitti. 8 kunda bitdimi bu yer? Keldingizda mahsulot 8 kunda bitirib chiqib ketdi. Shunday. Yem molayet. 8 kun. Qoyil. Buning oryan tarafı ishlangan, uch tarafi ponni garajinasi ishlangan. Qaranglar, bu 100 ishlangan. Necha kvadrat chiqadi? Usta kelamiz bilasizlar. Yana ishlangan yer. Qaranglar. Bu devor ponni ishlangan, ban devor ham ishlangan. Keyin oryaga gepasom ketgan, oryaga ishlangan. Shu 8 kunda bitiribdilar. Xudo xolasa, ishlataman deylar, qana basing. Buni uying ichine ishlasa bo'ladimi? Uying ichine bo'lmaydi-mi? Tashqariga uyning ichiga. Bu uyning ichine ham shunday narsa urilibdilar, attachmentmi? Nima deydi? U boshqa narsami yo'q? U malyarni boshqa. Ha, malyarni yo'q. Bunday bo'lmaydi, lekin tabiiy bir şey qo'yibdilar attachmentni. Fasad asosan tashqari. Bu lekin shunga o'xshaydi, lekin boshqa narsa. Buni toshi narsa farqli bo'ladi, to'g'rimi? Suvdan, qordan, boshqa narsadan namdan qo'rqmaydi. Yo'q. Bemalol bosaveradi, chang-pang yuvib ishlataveradi buni, ha? Bemalol karchimlar yuvsa bo'lardi, shuni. Endi videolarda ko'rganman, u ish aytmay, oldinkinda aka shuni qilib berayman, loysab yuvib berayman dedim. Men aytdim, bizdan oldin ishlaganlar uni qo'yavering, uni qilmaylik dedim. Tushunadi odam, biladigan odam o'zi biladi, shart emas buni maqtashimizning. Rahmat Samarqanddan kelib shu yerga ishlab o'tirgan mehmonlarimiz ham rahmat sizlarga, gap yo'q.
Yana aytganlaringdan oldingida Urganchda reklama qildim. Yana xudo xolasa Qaralpaqda o'zimizda 50 kalada ishlab turib, Laqcha ko'ldalar. Bir uyda ham ishlab turgan ekanlar oldin aytganimizdan. Xudo xolasa undan borib ne qilib beraman. Biruni 4 ko'l, 50 kala, Urganch, Xorazm hamma yer bosaverasizlar. Boraverasizlar, to'g'rimi? Boraveramiz. Xazarisda bo'lsam borasizlar. Xazaris uzoq, bizdan ham uzoq lekin mana. 12 ta viloyat bo'ylab. 12 ta viloyat ham. Demak Samarqandchilar egallabdi bizani mana. Basinglar, ish sifatli bo'lsa, xudo xolasa Rossiyada yursangiz ham sizni aldiradilar. Men shu odamga ishataman deb. Demak, ishing sifatida gap. Hammadan shunday. Pul bergandan keyin ishini zo'r qildirasi keladi, sifatli va ishlatasi keladi. Xudo xolasa ishlating, hamma mahsulotim bor dedi, mahsulotim garantiyali dedi. To'g'ri, o'zlari ishlab chiqmasam, lekin Toshkent. Atachun Toshkentning nasang? Toshkentda. Ko'p mahsulot aldirgan lekin arzon beraman dedi. Xudo xolasa ustaga aytacaqlaringiz bormi? Obunachilar telefon nomer qo'yaman, ustakalar e-mailni bizdan qilgan ma'lumotlar bo'lsa bemalol telefon qiladi. Telegramda yozsa maslahatlashib, uyga asib rasm tashsa, o'shanga qarab tushadigan uyga qarab katalog tashib beramiz. Ha, kataloglaringiz ham bor, hamma narsangiz. Buni misoli mana maslahatlashgan holda qilamiz. Hozir buni katalog degani qarang, buni ranglarni ham berib bo'laveradimi buni? Yo'q, bu asosan hozir chiqqan so'nggi fason shu-da. Bu rang berib bo'lmaydi buni, ha? Rang bersa, yo'q, boshqachalarga bersa ular bunga bo'lmaydi. Ha, imini bunga bo'lmaydi, ha? Uni ranglari ham bor, uyimni sariq qilaman, yashil qilaman, fasatimi deydiganlar chiqiladi. Uning ranglar bo'lmaydi. Bo'ladi. Bo'ladi-ha, ular. O'shaning ma'lumotlar qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, fasad bo'yicha bemalol. Ana 2 etaj uylari katta reklama qildim, qilib turganlarni Urganchda. Xudo xolasa katta uylari. Yana bir otam aytadi Urganchdagi ishlatgan uyini egasi bilan maslahatlashdim. Bu yerda usta yo'qmi dedi, Samarqanddan kelibdi mehmonlar desam, bor usta uka dedi, lekin men ma'qul topganim shuni dedi. Atrofimdagilar ishlatdi dedi. To'g'ri. Endi har kimning nasi. Xudo xolasa bizdan kam ma'lumoti ekrandagi telefonda Telegram'ingiz bor. Pryamoy telefon qilsam bo'ladi. O'zbekiston. Shunday. Rossiyachilar sizlar ham telefon ishlamasa, Telegramdan yozinglar. Xudo xolasa Rossiyadan ko'p odam chiqadi aloqa, to'g'rimi sizlar? Bizlarning Qaralpaq, Xorazm territoriyasida bo'lsangiz, bemalol Telegramdan yozishing. Xudo xolasa Instagramdan video qo'yaman. Instagramdan ham ko'rsangiz bo'ladi. Telefon raqamlarini hammasini qo'yib qo'yaman. Kerak bo'lsa kollaboratsiya qilib qo'yaman Instagram. O'zini o'tsangizlar, qanday uylar ishlagan, qanday ranglar ishlagan, qanday fasadlar shunda ko'rib olasizlar. Katta uylar ishlagan ekan lekin bular pulli odamlar. Xo'jakalaring. Yo'q, xo'jakalar bosaverasizlar, kimda kim ishlataman desanglar, mehmonlar xudo xolasa chiroyli qilib ishlab beradi. Sog' bo'lasizlar. Rahmat.